Ko'rimsiz joynam ko'rkami aylantirib beradigan ekozaborlarimiz kelgan do'stlar. Ko'rib turganlaringiz bargli ekozabor bo'ladi. Soya berishlarini ham umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turganlaringiz 1 metr balandlikdagisi soyasini ham ko'rsatib beradi Abdulaziz. Bu quyoshdan yana soyasi. Любой yere o'rnatsangiz ham chiroyli dekorativniy holatda ekozabor kelib chiqadi do'stlar. Assalomu alaykum. Kuzatib turganlaringiz 407 uz kanali bo'ladi. Sizlarga xudo xolasa bugun yangiliklarimiz bor. Hozir sizlarga ekozaborlarimiz qanday razmerlari, narxlari hammasini to'liq tushuntirib o'tsa, harakat etamiz nasib bo'lsa. Videomiz boshlanishidan sizlardan iltimos etib qoldik. Bir like'larni ayamin bosib qo'ysangizlar, bizlarni yana sizlarga shunday ko'proq mahsulotlarni olib kelisha shijoat bo'ladi. Kanalimiz ham rivojlanadi do'stlar. Xo'p, bu ko'rib turganlaringiz 1 metrlik bargli deb aytiladi do'stlar. Yana bargli ekozaborimiz Toshkentda ishlab chiqariladi bular do'stlar. Xo'p, endi bu yerda bizada assortimentlarimizda gazolli xilisi ham bor. Bu gazollisi bo'ladi. Gazollisi nisbatan bargliga qaraganda arzonroq bo'ladi, lekin soya berishlari narsa bir xil, prosta vid taraflama ko'pchilik ekozaborni ko'rinishini tanlaydi, ko'pchilik barglarni ko'rinishini tanlaydi do'stlar. Bularni xo'p, ichida 2 qatlama sim o'tadi do'stlar va o'rama holatlarda o'tadi simlar. Shu hisobdan barglarni yaxshi tutadi, quyosh ham mustahkam bo'ladi. O'zlarimizni ham 1 yil kafolat beriladi shu. Xudo xolasa shu ekozabor gazonnisini 1 yil kafolatlab beriladi. Har bir rulonunda 1 metr 10 metrdan bo'ladi yoki bo'lmasa 1,5 metr 10 metrdan bo'ladi do'stlar. Ko'rib turishingiz mumkin. 1,5 metrlikni xolasangiz gazolli variantlar, xolasangiz bargli varianti bo'ladi. Endi hammaga qiziq bo'lgan narxlarni, hozir narxlarni aytamiz hozir. Toza kelgan, yangi kelgan setkalarimiz bor do'stlar. Yana assortiment etib bosib ko'pmiz. Kimga qancha miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, yaqinlashtirib ko'rsatib berabdilar. Videoni yaqinroq Kimanchalik miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bu yerda bor arenda skladimizdan mavjud do'stlar. Xo'p, hammaga qiziq bo'lgan ekozaborimizning narxini keladigan bo'lsak, gazollisini kvadratini 90 ming so'mdan beramiz. Barglisini kvadratini 115 ming so'mdan aytib beramiz do'stlar. Toshkent bilan solishtirsanizlar ham bir 5 ming so'm realni farq etadi kvadratida. Ko'p reklamada vodilarnikidan ko'rgan bo'lsangizlar 110 ming so'mdan kvadrati shuna mahsulotlarni bizda 115 ming so'm. Endi 1000 so'm, 2000 so'm endi yo'l kiragina minsa 3 ming so'm o'zlarimizning foydamiz uchun qo'yganmiz. Undan tashqari listovoy setka o'tgan videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Yana listovoy setkalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, har turlilari bor. Xo'p, bundan keyin endi zaborlar kerak bo'ladigan bo'lsa, zaborlarimiz ham bor. Razmerini tushuntirib o'tamiz. 2 metr bo'ladi. Enini 2,5 metrni tashkil etadi. Bir shtukini do'stlar 140 ming so'mdan aytganmiz. Agar ob'yom yanada ko'proq bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishadigan yerlari bor do'stlar. Bizda agar buni mahsulotingizni 5xm desangiz, 5xm, 4xm desangiz, 4xmlar ham bor do'stlar, xudo xolasa. Endi kvadratnilar 5x5 simi 4lik bo'ladi ular. Kvadrat 75 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa ishora kelsangizda, darak mahsulotlari, sement mahsulotlarini bemalol xarid etishlaringiz mumkin do'stlar. Ekrandagi telefon nomerlariga telefon qilsangizlar, xudo xolasa yanada batafsilroq ma'lumot berib, shaharning ichida bo'lsa, ya 4 km territoriyasida bo'lsa, dastlabkilari bilan aytib bersak harakat etamiz. Manzillarimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, xo'p, bu tarafdan kelsangiz, Dekon bozor tarafdan kelasiz. Yana bu yerda Televishki, Kalsavoy. Kalsavoydan o'tganingizdan chap qo'lda bo'ladi. Hokimbog', Go'rgaz ko'cha tarafdan kelganingizda Kalsavoyga 7000 o'ng qo'lingizda bo'ladi do'stlar. Qora qog'ozlar, setkalarni turma xil, har xil setkalari bizda mavjud do'stlar. Qo'limizdan kelgancha aytamiz. G'ish mahsulotlari kerakmi? 1300 so'mdan bo'lib turibdi ana. Tumbula kerakmi? O'shada masalan kolodoslar bor. Hamma mahsulotlarni topishlaringiz mumkin. Sizga nov qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Hindi safar xudo xolasa shuni chiqarishga harakat etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.